Neç pul olayapti bu? 21 milyon 400 beryapti. 21 milyon 400 ming so'mga sotilyapti. Hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum Chorva biznes kanali obunachilari, YouTube tomoshabinlari, Chorva buqa ishqibozlari. 2025-yil shanba kunida turibmiz 10-may sanasida. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ottepa mol bozorida. Hafta kuniga shanba. Bizni kuzatish davomida like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa shoshilmasdan chiroyli qilib maraka holatlarini olishga harakat qilamiz. Katta buqalardan tortib kichkina novvoschalargacha narxlarni yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Mana mayda hozir 17 milyon 100 ga baraka bo'lyapti, ko'ramiz hozir. Bo'yi 1 metr 1.10 chiqadi. Narigisi bolanmas ekanda. Oyoqlari baquvvat ekan, mana hurmatli obunachilar ko'ringlar. Hozir oldilarini ko'rsatamiz. On 17 milyon 200 ga bermayapti mana. Baroli shved buqacha chiqdi, 17 milyon 500 mingga bermadim deyapti. Bo'ylari 1.15 chiqadi. Mana kichkina novvoschamiz 12 milyon 700 ga baraka bo'ldi. Mana bo'yi 1 metrdan ozroq chiqadi. 90 chiqadi mana. Hurmatli obunachilar, imkon qadar baraka holatini olamiz. Uydagi buqalarga, novvoslarga bir-birini farqlash uchun narxlarini, bo'ylarini yoritib boryapmiz. Ozgina mehnatimizni qadrlab, like bosib ketinglar, hurmatli obunachilar. Xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada izoh qoldiringlar. Xatolarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana shu chiroyli buqacha ham 15 millionga so'ralyapti. Hozir baraka bo'ldimikin bilamiz. Tog'a sotdingizmi? Nech pulga chiqdi? 15 ga to'xtadimi xaridor? Beraman. Bo'yi 1 metr keladi. Mana orqalari. Chiroyli holatda. Aka nech pul deyapsiz bu kichkinalar? 12,5 dan kami bor deyapti. 85-90 chiqadi bu. Bozorda mol ozgina kamida ekan, talon savdo bo'lyapti hozir. Nech pul oldi? 15? Mana hurmatli obunachilar, 15 ga baraka bo'ldi. Bo'yi 1 metr keladi. Mana ikkalasi 15 dan baraka bo'ldi. Bergis polvon akana. Siz haligida arzon sotib qo'ydingiz-da bizga. Haligimi? 32 ga berodingiz, 33 gami? 32 ga 2 ga. Bundan bir qarsh balandida? 230 kilodan keldi. 230 kilodan kelgan. Bular 15 milliondan. 15 dan? Ha, ikkalasi 15 dan. 30 millionga mana hurmatli obunachilar, bo'yi 1 metrga zo'rg'a keladi kelsa.
$14 millionga baraka bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Sarvar neç pul deyishyapsan? 25 milyon kami bor aka. 25 milyon kami bor deyaptilar. Bo'yi 1.20-25 qa. Bozorga 1.35 chiqadi, 1.40. Katta buqa. Hozir narxini so'raymiz, hurmatli obunachilar. Ubadillo neç pul ketdi? Oybek neç pul ketdi? Ha? 55,5dan. Ha, tarozigami? 55.500 so'mdan kiri vaznga mana Oqtepa bozorida ham taroziga boshlandi. Hozir ko'ramiz mana. Bizni bozorda kamdan kam taroziga savdo bo'ladi. Ha? 480 kilo chiqdi. 55.500 so'mdan taroziga. Sarvarbek. Sarvarbek. Mana 408 kilo chiqdi mana. Qancha? 408 kilo. Ana hurmatli obunachilar. Taroziga chiqqandan keyin qo'yib qoldi. Nech puldan kelishdi? Yo'q, buni narxi kelishgan yo'q, narigini kelishdi. 55.500 dan. Mana hurmatli obunachilar, 408 kilo chiqqan moldan oldilarni. Xulosa qolaverasizlar uylarda, mollarga. Navosiga bo'yini mo'ljallab, reslarini ko'rib olaverasizlar. Biz uzoqroqdan olamiz. Faqat Nashi bozorida sotish kerak. Kuragini endi suryapti, mana 480 kilo chiqdi Riveski. 55.500 dan baraka. 480 kilo. Hozir oldilarni olib beraman. Mana 55.500 dan 480 kilo. Mana mesni boqma buqa kuragi ham bo'lsa kerak. 19 million 300 ga baraka bo'ldi mana. Bo'ylar 120 plus. Mana hurmatli obunachilar. Avtodan ras chiroyli buqalar chiqibdi hozir. Egalar narxini aytsa olib boramiz hozir. Mana ham rasacha bor ekan. Mana bu sotilibdimi? Ras chiroyli ekan, shuni bilan semirib. Targ'im o. Yigirma 6 million 400 oldu da shimo. Mana bu molda ham hozir baraka qilishyapti, egalar narxini aytsa. Narxini yoritamiz. Mesni bu ekan, razi chiroyli, to'lovlari kelgan.
Neç pul so'rayapsizlar? 19. 19 million. Pro 15 chiqadi bo'yi. 18 ga sotmayapti mana shu olatarodan. Mesni bo'lsa kerak. Yemga tayyor, hurmatli obunachilar mana. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozinglar. Bizni qo'llab-quvvatlab like bosib turinglar, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana Tarozidan videomiz davom etadi. Oqtepa bozorida ham tarozi yurib qoldi, odamlar bilib qoldi taroziga tortishdi. Ko'rdingmi? 400 405 kilo. 405 kilo. Adashmabmanmi? 405 kilo. Bilmayman, 21 to'rt qilishyapti ular. 405 kilo mana Üç 256 kilo qildi mana hozir yashirishyapti o'tegalar. Ключи. Aşı 15 milyon 300 mingga baraka bo'ldi. O'zim akamga oldik. Xudo xolasa bizni kuzatib borsanglar, bir oy 2 oyda o'zgargan holatini video qilib tashlaymiz. Uyga borgandan keyin sal maytini bo'shatib qo'yasiz. Men qattiqroq bayra beraman, yetalab ketsangiz. 5 kilo oldi qandarchim? 15 milyon 300 oldi. Yaxshi. 15 millionga hech kim bermaydi. Hamma narsa yo'q. Yaxshi narsa oldi.